Assalomu alaykum, qadrli bolajonlar, qadrli o'quvchilar. Mening ismim Abdunosirov Islom Rustam o'g'li. Sizlar bilan ingliz tilini zabt etish uchun shu yerda. Oltin kitob loyihasining ingliz tili bo'limida mutaxassis hisoblanaman. Sizlar bilan ingliz tilining birinchi darsini boshlaymiz. Qani ketdik. Birinchi darsimiz ingliz tili alifbosi. Xo'p, ingliz tili alifbosi haqida nimalarni bilamiz? İngliz tilida 26 ta harf mavjud. Ulardan 6 nafari unlilar va 20 nafari undoshlar. Unli va undosh harflar haqida sizlarga qisqachagina ma'lumot berib ketaman. Unli harflar talaffuz qilayotganimizda og'iz bo'shlig'imizda hech qanaqa to'siqqa uchramaydi. Misol uchun A harfi yoki I harfi ko'rib turibsiz, ortimdan qaytadi. A, I bu harflarda hech qanday to'siq yo'q. Undosh harflarda bo'lsa og'iz bo'shlig'imizda qandaydir to'siq bo'ladi. Misol uchun B. Mana ko'rib turibsiz, ikkita labi bir-biriga tegyapti. B to'siq uchrayapti. Xo'p, mana ingliz tilida har bir harfni talaffuzini to'g'ri amalga oshirishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu joyda juda ham ahamiyatli bo'lasiz, qadrli bolajonlar, chunki har bitta harfni o'qiyotganimdan keyin birozgina to'xtalish olishimizga to'g'ri keladi. Va ushbu to'xtalishda siz meni ortimdan har bitta harfni to'g'ri talaffuz qilishni boshlaysiz. Faqat esdan chiqmasin. Qani boshladik. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Xo'p, qadrli o'quvchilar, qadrli bolajonlar, hozirgina mana ingliz tilidagi harflarning talaffuzini birgalikda ko'rib chiqdik. Endi sizdan talab qilinadigan narsa birgina narsa. Ushbu harflarni ortimdan to'g'ri talaffuz qilishni kamida 3 marta qaytarib chiqing. Va bu sizga juda ham katta foyda beradi. Va sizning birinchi darsdan eng osongina u ishingiz ham mana shu hisoblanadi. Shunchaki harflarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganib oling. Sizlarga maslahat, bir kunda aytaylik 3 xil vaqtga ushbu rejimni qo'yib oling. Ya'ni harflarni qaytarib chiqishni. Ertalabki, misol uchun, ya'ni darsni ko'rib bo'lganingizdan keyin bir marta va ertasi kuni ertalabki va obedga va kechki vaqtda ushbu ishni amalga oshiring va buni foydasini o'zingiz sezishni boshlaysiz. Albatta tez orada. Shu bilan birinchi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Boshidan juda ham oson ko'rinishi mumkin, lekin keyingi darslarimizda sizlardan ko'proq vaqtingizni olib qo'yishi mumkin. Shuning uchun doimo qunt bilan o'rganishga va e'tiborli bo'lishga tayyor turing. Sizlar bilan jonkuyar ustozingiz Islom. Keyingi darslarda ko'rishguncha